Biz hozir turayotgan shu yer shari zaten yumaloq holatdimi yoki bunda yopiloq holatdimi? Gerçi bu temani aytib bema'ni bo'lsa, lekin odamni o'ylantirib qo'yadigan bir tema. Ya'ni kelib dunyoda nurg'un odamlar talash tatish qilayotgan temalarning biri. Bu biz bugun dal mush to'g'risida so'zlashib baqaylik. Biz ham kichik chog'imizdan tortib hamda darsliklarda o'qidik. Yer shari chuqur yumaloq holatda deb o'qidik. Shuning bilan birga bu ta'limotma nurg'un zamonlardan boshlab shu astronomiya olimlari, tadqiqot markazlari butunlay e'tirof qilib bo'lgan, ya'ni kelib shu yumaloq ekanligi isbotlanib bo'lgan işte bir meselelerden birisi, yani biz albatta şunu işini biz hakikaten yumaloq deymiz. Lekin ma yer shari yumaloq emas, bu bir yopiloq, ya'ni bu bir xilqi taxsiman holatda deydigan mushu xil ko'z qarashdagi olimlarmi, tadqiqotchilarmi, ya'ni shuning bilan shuning ishlaydigan odamlarmi bek ko'p. Endi qarmoqqa bizda bir savol tug'ilib qoldi. Ilmiy sahdan tortib yer shariniki yumaloq ekanligi hamda şu kitaplarda yazılgan. Ondan başka aldığın asırınki 70-yilları, yani 69-yilları insanlar ay şarkı çıkan değil ki mu yer şarkınki resmini tapkan şu resimlerde mi yumaloq ekanligi isbotlangan tursa, emisi nima uchun bu yopiloq, bu taxsisman degan gap bu yerga chiqib qoldi deb nurg'a adam o'ylanishi mumkin. Jumladan men shundan ichida, lekin men shu qarayma bu materiallarni ko'rmay qarab odamdalik bir xil ya shundan deydigan bir xil tuyg'u kelib qoldi ekan. Lekin men endi buni cho'qim endi men yopiloq deb qaramayman, lekin yer shari yopiloq bitta taxsissiz holatda degan fikrdagilarninki o'ttirib qo'ygan ta'limotlarni biz bunday bir tahlil qilib boqaylik. Bir qism olimlar şu yer sharini hargizmi yumaloq emas, bu bir o'ydirma yer shari amaliyotda bir taxsisman deb mada qaraydi. Bularningki bunda deb o'tirib qo'yishidagi sabab nima deganda, bularning o'zgutishlik asosi bor. O'zgutishlik ba'zi bir isbotli materiallar bor. Hatto shu yer sharidagi shu yer sharininki shu yopiloq ekanligini isbotlaydigan shuni tadqiq qilgan tadqiqot o'rinlari bor. Hattoki ba'zi bir shu yer sharininki yopiloq ekanligini isbotlamoqchi bo'lgan nurg'un millionerlar bor. Pul xarjlash orqali mazad yer sharining haqiqatan taxsisman ekanligini isbotlayman deb pul xarjlab mush to'g'risida tajriba qilgan, tajriba ishlagan millionerlar bor. Nurg'un olimlar bor, tadqiqotchilar bor. Bularning asosli ko'rsatgan sababining birisi nima degan chog'da bular yer sharini odatda yumaloq emas, balki bir taxsisman holatda deb mana tunishtirdi. Demak, bularning ta'limoti bo'yicha bo'lgan chog'da Shimoliy qutb yer shariniki markazi hisoblandi. Buningga qo'yilgan asosi nima degan chog'da yer shari taxsisman holatda Shimoliy qutb yer sharining markazi. Shunlashqa aeroplanlar odatda Shimoliy qutbning ustidan uchib o'tadi. Qit'alar ara shunday binolarda bir-biri bilan tutisha oladi. Vaholanki yer shariniki yumaloq degan ta'limotda mau Janubiy qutb yer shariniki endi asti qismida deymiz-ku, Janubiy yarim sharda. Lekin bu Janubiy qutbdan nima uchun aeroplan o'tish cheklandi degan narsani o'tirib qo'ydi. Endi yer shariniki yumaloqlik ta'limoti bo'yicha kelayotgan chog'da Shimoliy qutb hamda buning o'xshashlar aeroplan uchib o'ta oladi, hech qanday mas'ul yo'q. Unda bo'lgan ekan Janubiy qutbmi yer shariniki janubi deymiz, nima uchun aeroplanlarning o'tishi cheklandi? Masalan, Janubiy qutb tarafda qit'alar bilan qit'alarning o'rtasidagi, masalan, Okeaniya qit'asi bilan Janubiy Amerika, Afrika, shu bir-biriga tutishda amaliyotda Janubiy qutbdan atlabla aeroplan o'tib ketsa, nayt qisqa oraliqda bora oladi. Nima uchun Janubiy qutbning ustidan atlab o'tmay, Janubiy qutbni aylanib o'tadi? Undan boshqa Janubiy qutb Antarktika qit'asi bor. O'tgandagi suhbatlarimizda biz buni o'zaro so'zlashdik. Janubiy qutbni nima uchun
cheklangan rayon qilib hisoblanadi. Undan boshqa xalqaro jamiyatda ahdnoma, shartnoma imzolash orqali dunyovicha aeroplanlarniki Janubiy qutbdan o'tishi, ya'ni kelib Antarktika qit'asini kesib o'tish ma'ni qilindi. Buningda nima sir bor degan ma'lumotni o'tirib qo'ydi. Agar endi bu Janubiy qutb haqiqatan shu yer shariniki yumaloqlik ta'minoti bo'yicha, ta'limoti bo'yicha hisoblagan vaqtida ta'minot deb ketdimi, ta'limot degan gapni. Mesela yumaloqlik ta'limoti bo'yicha bo'lganda, nayati bemalol holatda aeroplanlar Antarktikaning ustidan o'tib, Xitoylar bir-birisi tutash bo'ladi. Nima uchun bunda bo'lmaydi? Buning zali nima sir bor? İnsanlar bilishki bilmaydigan nima sir bor? Demak, tadqiqot o'rinlari shu zodi nima uchun shu temadan o'zini olib qochib, xalqaro ahdnoma, shartnoma imzolab, zodi o'shani uch cheklangan rayon qildi degan ma'lumot ta'limotni o'tirib qo'ydi. Undan boshqa bularninki endi qarashcha Shimoliy qutb yer sharininki markaziy hisoblangan bo'lsa, Janubiy qutbcha degan chog'da yer sharining cho'risi deb hisoblaydi. Bunda ta'limotni o'tirib qo'yishlik sabab nima degan chog'da bu yer shari bir taxsissimon holatdagi bir mushna holat bo'ladi, hamda hargiz yumaloqsimon emas, taxsissimon. Demak, mana o'tirsa Shimoliy qutb bo'lsa, mana cho'risi Janubiy qutb. Demak, Antarktika qit'asi mushu cho'risini qilin qarmuzlar orqali to'sib va yer sharidagi suvninki olamga eqib ketishini to'sib turdi degan ta'limotni o'tirib qo'ydi. Agar Antarktika, ya'ni Janubiy qutb mushundaq qilin qarmuzlar orqali mushundaq to'sib turmay qolib qolsa, bu yer sharidagi suv, dengiz okeanlarning suvi olamga chiqib ketib, nurg'un odam o'ylab boqmagan ishlar yuz berdi deganni o'tirib qo'ydi. Bularninki endi bundan boshqa yana bir qancha yana tarazlar bor. Masalan, bu ta'limotlar nima o'tirib qo'ydi degan chaqda dal shu Janubiy qutb, Antarktika bu bir sir deydi. Bu Antarktikaniki sirtida mush qarmuzliklarning sirtida cheksiz bo'lgan bir dunyo bor. Masalan, insonlarningki alomat taraqqiy qilgan bir dunyosi bor.